5,5 yillik birlamchi bepushtlik bilan bir qiz murojaat qildi. Uni aytishicha, umuman hayz davrida kuchli og'riq va aloqa qila olmasligiga, aloqa qilgan vaqtda ayolni kuchli og'riq bezovta qilganida hattoki skoriy pomosh kelganigacha aytishgan. Ularni vaginalniy uzi qilganimda bachadon ichki endometriya qavati yaxshi shakllanmagani, bachadon bemanual ko'rilganda qattiqlashgani aniqlandi. 3D uziga yuborganimizda bachadon endometriya qavatida perigorodka borligi aniqlandi. Ayol 5,5 yil mobaynida shu perigorodka bilan yashagan va hech qanday muolajalar olib borilmagan. Bu qizimizni gastroskopiya amaliyotiga yubordik. Gastroskopiya amaliyotida ularda Asherman sindromi aniqlandi. Bilamizki, Asherman sindromi bachadon ichki qavatidagi semixiyalar, ya'ni biriktiruvchi to'qima bilan to'lgan bo'ladi. Va bu yerdagi biriktiruvchi to'qima to'lganligi sababli hech qanday homiladorlik sodir bo'lmaydi. Sababi bu qizimizdagi endometrioidli kistalar va adenomioz holati bo'lgan. Vaholanki bu holatda bizda yo'limiz gastroskopiya va laparoskopiya operatsiyasi edi. Va undan keyin 6 oy ichida homiladorlik sodir bo'lmasa, sizni ekoga olamiz degan edik. Vaholanki 6 oy natijada biz Allohga shukr tabiiy homiladorlikka erishdik. Shu bilan sizlarga aytmoqchimanki, agar sizda hayz davrida og'riqlar yoki jinsiy aloqa vaqtida juda ham kuchli og'riq bezovta qilsa, albatta ginekolog shifokoriga murojaat qilishingiz shart.